Endi bu 3-viza. 3-viza eng bizni bir haligi xalqimizga foydasi tegib, ko'p ishlarga yurgan. Xotintoy sizga syurpriz mana. Xotintoyga azlari mana. Ukajonim juda ko'p ishlar qilgansiz mana haligi Mahliyoxonni, Shukuronani yuborgansiz mana. Bolajonsiz. Ha, bolajonsiz. Qancha insonlar. Siz boradigan bo'lsangiz, sizni qilgan ishingizni boshqa birorta bir qavmchi qila olmaydi ukajon. Shu maqsadda ba'zi ishini xudo xolasa Ozodbeklar bor mana, Xotintoy bor, Sherali bor, biz bormiz, endi qallashib turamiz xudo xolasa. Xursand bo'ldim, rahmat shunchalik ishonganlaringiz uchun. Boshqa men olib qaraganda Rasul tanqiddancha arzigulik obunachilar, hamma qanjoylarni sog' bo'lsin. Endi qanday bo'lar ekan? Men umuman bormagan bo'lsam, qiyinchami bilmasamman. Rahmatsizlar. Zo'r qo'psizlar mana. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kelyapsizmi do'st? Rahmat do'stingiz uchun. Azam shu Hojikan bo'ladi. Birinchi shu Otabekni Farg'onaga ko'z doktoriga olib borgan inson, menga telefon qilgan inson shu inson bo'ladi mana. Hali tog'amda asosiy sabab shu insonda. Xotinda yaxshimisiz? Sizga charchamasdan. Assalomu alaykum. Duo qiling. Olib keling endi tog'asiga. Oboqsiga. Oboqsiga. Oboqsi bo'ladi. Yaxshimisiz? Rahmatullohga yosh ko'rinadi, toza. Ya oboqsi endi. Yaxshimisiz? Amin. Alloh taolo ishlarimizga fayz baraka bersin. Qilingan ehsonlarni daromada qabul qilsin. Ehson qilayotganlarning umriga, rizqiga Alloh baraka bersin. Jannatlarda soyabon bo'lsin. Xatorimizdan xato qilmasin. O'zidan boshqasini to'smasin ilohi. Kunimizni xayrli qilsin. Yaxshimisizlar? Siz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Siz qalay rahmatulloh. Ana bering endi, oboqsiga. Obke. Mayli. Oboqsiga ber. Bismillahirrohmanirrohim. Ya buni kim beraman shoshmatirgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ha, qarang buni, qarang. Bismillahirrohmanirrohim. Xudoy ko'z tegmasin. Ibbaylab qo'yinglar. Pishirasiga? Ko'z tegmasin-da. Ya, ketdi hozir. Ilmi bor. Yo'q, nima, unaqa biddatlarga ishonmanglar. Haligi ko'pchilik aytib ketgan Xotintoy ko'cha ko'tarib yursa, azlarim bola qancha haligi tashqarida yuradimi, ichkarida yuradimi, chiniqadi. Haligi ko'z tegmasin, boshqa qilmasin deganlar bilan biddat. Hamma narsa Allohdan. Shu ona qonida peshonasiga yozib qo'yadi. Bu haligi bir narsa bo'ladi, kasal bo'ladi degan narsalar endi to'g'ri ehtiyot qilish kerak, lekin sovuqdan issiqda ehtiyot qilish kerak xolos. Haligi rasmni ko'rsatyapti, videoga olyapti deyapsizlar, biroqlar bu ko'z tegmaydi azlarim. Allohning o'zi haligi bandasini panohida asrasin. Mingta dushman kelsa ham hech bo'lmaydi. Albatta. Xudo xolasa bugun xudoga azon chaqiramiz. Xudo xolasa mana shu bolajonni mana qadami qutlug' keldi. Bugun viza chiqdi. Hadab tog'a. Xudo xolasa nima qilaylik? Sen ushlab turasizmi bo'lsa, keyin xudo xolasa azon chaqiramiz, bo'ptimi? Keyin kolyaskasi bor. Keyin belanchaga olganmiz, yangi yengilgina. Xudo xolasa uni olib kelib beramiz, xudo xolasa. Qani? Beshikda yotgan bolalaringiz chaqirasizmi? Ha, chaqiraman. Ha, bo'ldi. Haydar aka o'zlari chaqirarkan azon. Keyin shu azon chaqirish deb aytibdi. O'zi azon chaqirish bola tug'ilgandan keyin, masalan, 1 kundan keyin, 2 kundan keyin qilsa bo'ladi. Faqat bizda raddomda haligi sanitariya gigienaga ehtiyot bo'lganligi uchun kirib chaqirtirmaydi. Endi buni birodan keyin qilsa ham bo'laveradi. Faqat bolani qulog'iga birinchi o'rinda Allohning ismi, Allohning nomi zikr qilinsa, aytilsa, bu haligi foydadan xoli emas, yaxshi narsa. O'shaning uchun bu farqi yo'q. Men endi 7 kunda deganim Xotintoy endi haligi nimada haligi bular haligi nima sunnatga muvofiq chochini kesib qo'yadi-yu. O'shaning uchun deganim. Buni chaqirib qo'yasiz, xudo xolasa. Xo'p. O'tirib olaylar, stolga akasini chaqirib qo'ying. Keling. Kelingchi. Buyurun, Haydar tog'a. Keling, Haydar tog'a bo'lsin. Siz yaqiniga boravering, men ba'da o'tiraman. Siz nima qiling? Xotintoy keling. Xotintoyga ham syurpriz bor bugun. Ha, bor. Siz Xotintoy oyoq qo'yib. Xotintoyga ham syurpriz bor. Imom aka aytar, surprizlaringiz yoqadi deb. Azlarim shu mana Xotintoy ukamizdan Alloh rozi bo'lsin, birinchi kuni Otabekjonda rasmini tashlaganimda shunday mas'ul ko'rgan yo'qdi, bo'ldi aka yordam beraman deganda juda xursand bo'lganman.
Endi kimgadir baribir yelkadosh, haligi bir do'st kerak bo'ladi-da, har doim hamma ishda ham. Men to'g'risi juda ham xursand bo'lgandim. Haydar tog'a siz o'zi aytganman. Shu mana Zohir hoji akam o'ziga ham aytdim, shunaqa bo'ldi deb xursand bo'ldim. Xotin to'y rahmat, mana shuncha narsalarni qilyapsizlar, bu oson emas-da endi. To'g'risi, o'zi yaqindagina katta loyihani topshiruvdilar. Endi xudo xolasa ko'pchilik bilan bo'lyapti-da, biz sababchi bo'lyapti xolos. Ko'pchilik qo'llab-quvvatlayapti va obunachilar bugun plastikdan ham bitib qolyapti. Xudo xolasa chiroyli bo'ldi. Rosa mana shu xunuk turganida ham bo'lyapti. Keyin azlarim nimalar chiqdi, mana vizalar chiqdi, xudo xolasa, hozir bitta haydab tog'ay sizlarga beraman endi bu narsalarni. Hozir mana bitta buni. Hindistonga ham Allohga shukr, azlarim. Bu приглашение, bu Vanessa приглашениесі, mana Spectra klinikasidan taklifnoma deyiladi. Shuni bo'lmasa viza bermaydi. Endi bu narsa emas, asosiysi. Otabek yo'qmidi? Otabek Shattam chaqir Otabek. Haydar tog'amning vizasi mana. Bemorlik vizasi 2 oyga beriladi, 60 kunga beriladi. Narxi o'zi $86. Endi biz haligi firmada qildirganimizga firmani shu endi solig'i bilan $100 ga tushadi. Bu narsa hozirgi kunda 1.200 ming, 1.220 ming so'm. Kursni nima qilganiga endi bu narxini aytib o'tib ketdim. Haydar tog'a mana Hindistonga birinchi marta sizga viza. Taklifnoma. Bu taklifnoma bu. Bu Otabekniki mana. Otabeknik ham bolajonimiz endi Allohga bir yaxshi umid bilan yuboryapmiz. Shu ukalarimiz mana hamma sababchi, sizlar sababsizlar. Endi shifokorda tajribasi u ham bir sabab. Endi shifo Allohdan, Xudo xolasa o'zimizdaqa bo'lishini biz inshaalloh kutyapmiz, lekin agar qolgani Allohdan-da endi lekin borganda bilinadi endi. Yo'q, endi ana bizga videolar yuborib qo'yishdi. Haqiqatan shu darajada bo'lsa bizga yetadi. Ayy. Otabek, keling polvon bilan sizga keling polvon. Necha qo'y telefonni, necha qo'y. Necha qo'y. Bu mana kim bu? Kim emas bu? Kim bu? Nima qilyapsiz bu yerda? Kimsanga yetibman. Mana sizga viza bu, mana ushing. Polvonim. Ana. Bu sizga viza mana. Hindistonga borgani. Kelma tog'am. Buklama. Keling, men olib turib olaymi? Buklama. Bu yo'lda kerak bo'ladi. Aeroportda kerak bo'ladi. To'y mana. Ha. Sizga bittasi orqadagi biletingiz polvonim mana azlarim. O'zbekiston havo yo'llari mana. Ha, bilet ekan. Mana bittasi bilet. Bilet. Samolyotga chiqqani bilet ekan. Ha. Toshkent Dehli obunachilar. Sog'liq ko'ryapsiz. Nechida ekan? Unisini hozir aytamiz, Zohir hoji. Azlarni bilasizlar, keyin birinchi kundan beri Haydar tog'a kelganida sizga aytgan, mana shu sizga qarovchi inson bormi, haligi jiyanlaringiz bormi degandim. Siz aytgansiz, yo'q, rahmatulloh. Uzoqdan kelgan Haydar tog'a. Hasan tog'onga berdi. Ya bering. Nimaga bering? Zarur narsalar. Bo'ldi, o'ynaylik, balon o'ynaylik. Oling telefonni, bering. Sizlar yosh bolasi alaqasiz. Haydar tog'a sizga boshida birinchi kun aytgan, mana sizga qarovchi kerak. Jiyanlaringiz bormi deganlar, Zohir hojiga ham xabari bor. Jiyanlaringizga aytgansiz, hech kim ulamadi. Hali vaqti bo'lmadi. Bag' o'shanda mana aytdi Mursajonni chiqib qoldi, aytsam, meni vaqtim yo'q, men borarman, ishim ko'p. Tushunadi. U ham yosh katta inson, u ham. O'sha kundan beri ko'pchilik haligi meni o'zimga lichkamga ham yozyapti. Endi ular ichida ayollar bor, haligi o'g'il bolalar bor. Shu Haydar tog'amga men borib qarasam deganlar bor. Endi ular ismini aytmayman, to'g'risi. Ayol kishilar ham bor edi. Endi hali borib osh-ovqatiga deb aytdi-da Haydar tog'am. Aytdi. O'ziga ham Men o'zimga ham aytishdi. O'ziga ham aytdi. Shallatari salib perevotchi aytdi. Men hech kim bo'lmasa dedim, men olib borib kelaman. Shunaqa. Uy xo'jayini ham bor ekan, xo'jayimdan so'rayman dedi. Birga turganimizda ashnadi. Endi xo'jayin ruxsat beraveradi. Haydar tog'a mana Zohir hoji akam bilan birinchi kundan men bitta narsani haligi endi o'ylab qo'yganim, Xotamtoy to'g'risi masalan bitta oddiy odamni yuborsak, Haydar tog'am bilan Haydar tog'am o'zini osh-ovqatiga qarab berardi yoki banasiga borardi. Bundan ortiq u insonga foydasi bo'lmasdi-da azlarim. O'shaning uchun biz hoji akam bilan keyin haligi bitta narsaga bir haligi qarorga keldik.
bu qarorimizni oqibati sababi shuki, shu bizni bir ukamiz boradigan bo'lsa, ukamizda juda katta manfaat bo'lardi, foyda bo'lardi xalqimizga ham mana Hotamtoy. Shunaqa qilib biz shu narsani haligi reja qilgandik. Endi bu 3-viza eng bizni bir haligi xalqimizga foydasi tegib, ko'p ishlar qilib yurgan Hotamtoy sizga syurpriz mana. Hotamtoy gazlari mana. Ukajonim juda ko'p ishlar qilgansiz mana haligi Mahliyoxonni, Shukronani yuborgansiz mana. Bolajonsiz. Ham bolajonsiz, qancha insonlar. Siz boradigan bo'lsangiz, sizni qilgan ishingizni boshqa birorta bir qavmchi qila olmaydi ukajon. Shu maqsadda ba'zi ishini xudo xolasa Ozodbeklar bor mana, Hotamtoy bor, Sherali bor, biz bormiz, endi xallashib turamiz xudo xolasa. Faqat boshida Hotamtoyga maligi men aytmadim, uchini chiqardim-ku, lekin haligi aniq to'liq aytmagandim. Ukam ham haligi xursand bo'lsin deb. Sababi hozir yaqinda chaqaloq bo'lganda, bular o'zini ham ishlari ko'p edi, lekin ukajonim mana shu narsaga siz munosibsiz-da mana. Biz tog'ani kelishiga surpriz qilamiz. Otabekni kelishiga surpriz qilamiz deyaptim. Bitta bo'lmasam bular Yo'q, ukajonim bu narsani mana bugun sizlarga aytdim. Nimaga bilasizlarmi? Agar Hotamtoy bo'ladigan bo'lsa, Haydar tog'amlar bilan bemalol birga yuradi. Haligi videolarga oladi, yana hamma insonlar ko'rib turadi. Ko'p narsani ko'rgan, u yerlarda juda kerak odam bu odam. Juda kerak. Uni tashqari tanladik endi. Sizni borishingiz yana bitta bolajonimiz bor, Jizzaxlik Bilolbek degan aytdim, 6 yoshdagi, lekin mana xuddi tashqari jijidaqada. Shu bolajonimizga ham ozgina bo'lsa, mana obunachilaringiz bilan haligi mablag' tomonlama yordamingiz bo'ladi ukajonim. Keyin borib kelganingizdan keyingi masalan kimdir masalan muhtojlik sezadigan bo'lsa, ularga o'zingiz tajribangizni, yo'l-yo'rig'ingizni, yordamingizni bemalol qilasizda. Shu tomonlarda o'ylab turib, to'g'risi men Hotamtoydan bir yaxshi bir qarovchini, bilish sherik bo'ladigan hamrohni men topolmadim. Topolmadik, chiqmadi. Ukajon rahmat hammasi uchun. ishonch uchun rahmat obunachilar Sherali aka. Shular mana ukangizga vizasini ko'rib qo'ying dedi keling. Alloh bo'lsin. Bular ma'siz zerikib qoladi rahmatullohga. Zerikmaydi endi. Chetda ishni buzadilar. Bemalol borib. Katta syurpriz shu edi, birinchi kuni yangiligi bor Olmasa deb biletlari aytdim bilan. mana shunaqa. Ya ishlar. Bileti ham bormi hozir? Ha, biletni ham bor. Ovqatga berilib. Qachon turamiz shundan gapiringlar. Ha, buni ham hozir aytaman, xudo xolasa. Hasan aka, Keling, elektrozni qilaveradigan olyapsiz. Hotamboy ketyapti endi. Kel. Nima bo'lmaysiz? Olib kelaveraylik. Ukangizda vizalarni ko'rib qo'ying, mana Hindiston vizalari. Sizlarga nasib qilsin. Yo'qsa. Aylanib ketish, ha? Haydi, berildi ekan. Mayda biletni. Biletiga olib qo'ydingizmi aka? Biletigacha oldim. Xudo xolasa nasib qilsa Havo yo'llariga. olib kelsalar. Bizga taraf ekan obunachilar. Zavlanmi? Endi 11-oktyabr mana u Hotamtoy o'zi aytib bermoqchi. Obunachilar nima deysizlar endi? Men ketib qolsam ish to'xtab qoladi-ku. Shitamiz Sherali bilan bildirmaydilar. Asadbek bu. Jamshid bu. Ustingiz ham zo'r ekan. Sizni olib boraveradi. Shiralimi? Shizor bo'ladi. Вообще. Hotamtoy вообще Asosiy. kelasi bitta joyda bo'lsa bo'ldi, ish bo'ladi. Endi videolarni qilib joylab turamiz. Mana biz ham orada deman endi har kun kela olmayman, lekin ikkinchi kanalingiz bor mana Toy bolada mana hammalari o'zi bitta insonsizlar sizlar hammalaringiz. Obunachilar, rahmat aytib qo'yinglar. Biz obunachilar Rahmatullo akamga rahmat aytadigan inson, to'g'risi mana hozir aytib o'tdilar, narxini ham shuncha rasvot qildilar, biletlar yedir olingan ekan. To'g'risi xursand bo'ldim, rahmat shunchaligu, lekin bu yerdagi ish syurprizlar g'alati bo'ldi-da. Syurpriz Bu o'sha nomidan syurprizda bu joyni kutilmagan bo'ladi. Bunga surpriz qilaverardik, bizga ham g'alati bo'lar ekan surpriz. Kutilmaganda, lekin xursand bo'ldim, rahmat shunchalik ishonganlaringiz uchun. Boshqa ne olib qaraganda rasvotan quttancha arzigulik obunachilar, rahmat, tan joylaringiz sog' bo'lsin. Endi nima bo'lar ekan, men umuman bormagan bo'lsam Hindchani bilmasamman. O'rganamiz shu. Haydar tog'am o'zi shu sturga, Haydar tog'am. Haydar tog'am menga qarab turmaylar. Sizlardan topib.
Sizdan boshqa odam bularni boshlab, olib, bu ishlarni oxiriga yetkazib olmaydi. Siz munosibsiz shunga. Xudo xolasa, siz bajarib kelasiz, xudo xolasa. Chiroyli bo'lib. Endi yana bitta narsa Xotamtoy haligi biragi insonlarga aytib qo'yaylikki, Xotamtoyda o'rniga ham xuddi shu biletga, shu vizaga boshqa bir oddiy insonni olib yuborib qo'ygan bo'lardim, to'g'risi. Lekin u insonni aytyapman, shu Haydar tog'amdan boshqa bir insonlarga bir yordami, foydasi, manfaati tegmasdi. Xotamtoydan biz foydalanyapmiz hozir, to'g'risi aytib qo'yaylik. Xotamtoy sababchi holat. Aytaman sizga, bu YouTube bu hammamizdan qolib ketadi. Nechta blogerlarni ko'rdik, nechta kanallarni ko'rdik. Mana o'zimizni kanallar yopilib ketyapti. Qo'limizdan kelgani shu bunday montajni bilamiz, video joylashni bilamiz. O'sha ozgina auditoriya bizni hurmat qilib kuzatadi, bizga ishonadi. Ashu sababchi bo'la olmasak nima qilib yuribmiz bu dunyoda deb aytgandim boshida kelib akamga. Menda unaqa narsa yo'q. Menda haligi obunachilarim men orqali bo'ladi degan narsa yo'q menda. Men prosta shu qiladigan ishim video qilaman. Oddiy bitta inson chiqib reklamaga buncha beraman, reklama qilib bering desa ham, "Ya biz reklama o'zi men uncha demaganman-da." Chunki u o'sha beradigan $100, $200 pulni evaziga meni ketsa bir 20 minut, 25 minut vaqtim ketadi xolosda. O'sha $100, $200 kerak bo'lsa paytida yoshligimizda oylab mehnat qilganmiz-da. Uni 20 minut, 25 minutda topib qo'yayotganimizga Xudoga shukr qilib, indamay olaverish kerak-da. U o'zini hali narxini qo'yib, shunaqa blogerlar ham bor. Bor unaqalar. Rahmat. Xursand bo'ldim omon. Shunaqa azizlarim, duo qilasizlar, mana Xotamtoyga juda ham men to'g'risi ishonaman. O'zim juda men xohlaganman shu ekan borishligini. Nimagaki bu insondan juda ko'p insonlar haligi bir foydalandi, manfaatdor bo'ldi. Muhtojlarda og'iri yengil bo'ldi, bemorlarda haligi shifo topishga sabab bo'ldi. Bu safar ham Xudo xolasa nasib qilsa bir yaxshilik yo'lida shu qadamni bosib Hindistonga boradigan bo'lsa, ukam hali yosh. Bu hali qancha bemorlarga bir yaxshilik qilishida shifo topishga sababchi bo'ladi. Azizlarim, o'shaning uchun bu biletlarda, boshqalarda nafaqat biz o'zimizni fondimiz, Imronimiz, o'zlarini mana obunachilar ham qancha yordam berishdi. Bu degani haligi bekorga bir sarflaganimiz yo'q. Ukajonim, Xudo xolasa ishonamiz, mana chiroyli. Olib qo'yinglar, mana Ozodbekni mana yaqinda Xotamtoyda nimasini rasmini mana. O'sha viza mana Hindiston 1 yillik viza aytganchilik, turist viza. Shu yerda ham sizga arzonrog'ini oldik. Turist viza arzonroq bo'ladi. $80 bo'ladi, ukajonim. Bemor vizadan haligi arzonroqda. Shunaqa ukajon, rahmat mana. Bu sizga endi. Rahmat. Haydar tog'am sizga mana. Hozir hammamiz biletimiz bormi? Hamma bileti bor. Yana bitta narsani doim biz reja qilib bilet olamizki, shu yerda aytib qo'yay, ertadan keyin hali Hindistonga bugun viza chiqdi, ertaga olib ketilaveradi degan narsa emasda. Mana bugun payshanba bo'lsa, biletni men shanba kuni ertalab sahar uchadigan qilib oldim. Shanba kuni sahar uchasizlar. Endi juma kuni kechasi 10-11 da chiqib ketsalaringiz yo'lga. Toshkentda shu soat 5 da haligi ro'yxatdan o'tish boshlanadi. Shanba kuni obedlarda 1, 2larda, 3larda mehmonxonada bo'lasizlar. Shu Hindistonda, Dehlida, Jasola shahrida mehmonxonada bo'lasizlar. O'sha kuni endi ozgina bo'lsa ham charchoq bor, bari kechasi yo'lga chiqasizlar, samolyotga uchasizlar Haydar tog'amga. Dam olasizlarda mehmonxona tomonidan yakshanba kuni Agra shahriga shunaqa narsalar borda, haligi sayyohlik. Nimaga yakshanba kuni klinikalar ishlamaydi? Mehmonxonadagi ukalarimiz rahmatullohga sizlarni yana mana 10-kuni uchadigan bemorlarimiz bor. Aytdi bemorlarimiz bor. Yakshanba kunga sizlarni hammalaringizni Agra shahriga Toj Mahalda ko'rgani 2 ta mashina qilib beradi. Xudo xolasa yakshanba kuni borib Toj Mahalni ko'rib, mana qaranglar birinchi qadamlaringizni. Dushanbadan keyin nasib qilsa klinikaga borib tekshiruv boshlaysiz. Ko'nika? Ha, shunaqa. Dehliga, Hindistonga ko'nika olasizlar, havoniga bosib olasizlar. Har kuni ertalabni imlab bezdan bo'lardi mana. Hech nima tayyor bo'lmasa, nima olish kerak, nima yo'q endi Xudo xolasa hammasini o'zidan so'raymiz. O'sha 2 kun Xudo xolasa 2 kun mana vaqtlari bor, tayyorgarlik ko'rib. Haydar tog'am necha kundan beri narsa toshyapti. O'shanga yozman diqqat olib qoldim endi men nima qilaman. Ha, yetadi ekomizga. Ha, hammamizga yetadi. Haydar tog'am har kuni narsa ko'tarib keladi, olib ketaman, hatam joylab berasiz sumkaga deb. Haydar tog'am mana xursandmisiz? Mana shu birinchi kelganimizda
baribir haligi noumidlik, umidsizlik bor edi. Sizlarni faqat endi duo qilib beringlar, mana hammasi. Alloh avvalo shunchalik mana sabab bo'lgan bo'lsak biz chunki qadam bosdingiz. Qadamingiz bundan ham qutlug' muboraklik bo'lsin. Qilayotgan mehnatlaringizni, qilayotgan harakatlaringizni ajrini Alloh taolo jannatlarda soyabon qilsin. Bu charchamang, tormang, hormang, mana shu ishlarda davomiy bo'ling. Buni obunachilarimizga ham, qilayotgan ehson qilayotganlarga ham nima maqsadda ehson qilayotgan bo'lsa, Alloh taolo o'zining ajrini bersin. Qatorimizdan xato qilmasin. Bular ham safarlarga yaxshi borib, safarlarini bexatar qilib, yorug' yuz bilan yana vatanimizga kelishni nasib ro'za aylasin ilohim. Ana shu xursandchilik mana bugun. Endi bo'ldi, bugundan boshlab qani satamanga ketamiz. O'zim ham ketdim, chamadonni olib, hozir sariyog' olgan haydab to'g'am, go'sht pishiryapti, o'zi kecha non olish kerak. Ishim ko'p ekan, xullas obunachilar. Yo'qmi shunaqa narsalar? Yo'q, bizgilar borib aytdi, xillarning ovqatini yeyolmaydi, achchiq bo'ladi, keyin ularga parhezlik ko'proq. Keyin aytdi, mol go'shti yo'q, qo'y go'shti yo'q. O'shaning uchun bizni musulmonlar, o'zbeklar bu yerda mol go'shti, qo'y go'shti yemasa, aytaylik quvvat ketib qoladi. Haligi shunaqa. Ularni parhez ovqatga o'tib ketib qoladi. O'shaning uchun haydab tog'am olaversin, sizga ham xudo xohlasa. Siz o'rganasizlar, varenka paketga solib beryapti-yu. Ko'chada chamadonda olib kelmoqchisiz-da 3 ta qiladi. Eng nimasi, yana 1 kilo, yarim kilo qo'y yog'ini olib, katta qilib, ozgina jizbiz qilib, tebanga savozalaringiz, ertaman non bilan 2 ta yeylar, 2 dona. O'sha immunitetni ushlaydi. Eng katta narsa asha, immunitet ushlaydi. Yo'q, o'zi eng zo'r narsa. Hozir aka xotin to'ysiz, hech qanaqa yeydigan narsa olmang kerak emas. Hozir yoshsiz, borgandan keyin aytdi, hind milliy taomlari bor, har xil narsalar bor. Yeb ko'ring, o'sha bilan bemalol yuraverasiz. Endi hayrat qilgan yosh ko'pchilik uchun bu To'g'ri, men charnetlarni yeyolman, sizlardan charpiya qilib qalam bilan jo'ragan, qalam bilan yeyman. faqat tomog'i chiqib qolmasa bo'ldi. Obunachilar, rahmat, xursand bo'ldim, qadrdonlar. Bir tarafni och. Mikrofon to'solmay. Xo'p, azizlar, birinchi bo'lib Shukronaxonni jo'natganmiz Hindistonga. Shu opalar bo'lardi, hozir endi ishlashmayapti ekan. Istor opa, Madina opalar. Bundan keyin yana bir nechta bemorlar jo'natdik. Keyin mana orada Mahliyoxon jo'natildi. Hindiston bilan rosa ko'p muloqotda bo'lganmiz. Endi haligi o'zimiz bormasak ham ko'pchilik bilan Hindistonda hayot haqida, klinikalari, gasinsalari haqida rosa ma'lumotga egaman. Lekin men o'zim bormagandim, bugunga nasib qilgan ekan. Mana necha yil bo'lgan bo'lsa, blogerlikni boshlaganimga, Shukronaxon borganiga hozir mana 4 yil yo 5 yil bo'ldi-da. 5 yildan beri shu Hindiston haqida bilamiz, eshitamiz, boshqa qilamiz. Lekin mana shu Rahmatulloh akam sababli bugunga nasib qilgan ekanda. Endi mana bugun xursand bo'ldim. Endi 11-kuni uçar ekanmiz endi. Bormay desam bo'lar, ketavermayapman deyapman. Juda ham yaxshi bo'ldi mana. Qarang, hamma narsa haligi rasamati bilan o'rniga qo'yilib borilyapti. Mana uylarda remonti, Otabekda mana mablag' topilishi, mana Rahmatullohning tug'ilishi, hamma yaxshi insonlar bitta joyga jam bo'lishi, bu juda ham bir yaxshi. Shunaqa. Endi xudo xolasa Rahmatullohni quloqiga azon chaqirib qo'yamiz. Chaqirib qo'y. Endi kimdir aytyapti bu narsani, endi Sherali ham endi haligi ilmli, ozgina bo'lsa ilmi bor. Nimaga degan soq qoridomlarimiz yonida yuradi. Rustamjon hoji akamlar yonida yuradi. Endi men bilganimcha ozgina aytib qo'yaman azizlarim. Bu azon aytish quloqiga payg'ambarimizdan qolgan bir sunnat amal. Bu vojib amal emas. Buni masalan haligi kimdir 7 kunligida yuvintirib qilish kerak, cho'miltirib qilish kerak deyapti. Yo'q, bu xato fikr. Bolani iloji bo'lsa tug'ilganda birinchi o'rinda o'zi otasi agar azon aytishda haligi xatosiz azon chaqiradigan bo'lsa, otasini o'zi qilsa bo'ladi. Agar ko'p xatolikka yo'l qo'yib azon aytishda bilmaydigan bo'lsa, to'g'risi bilgan odamga bergan yaxshi. Keyin ko'pchilik aytadiki, quloqiga ismini aytilish kerak. Yo'q, ismini aytilish bu ham haligi nima degan bidiyat. Ismini aytishlik prosta o'zimiz uchun, to'xtaylik uchun bildirib qo'yishlik xolos. Endi azon chaqirishlik o'zi eng yaxshi fazilat bu. Bu hali sunnat amal bo'ladi. Lekin bolani qulog'iga qancha yerda Allohning ismi zikr qilib aytilsa, boshqa gap so'zlardan ko'ra iymonli, e'tiqodli, shu hali bir yaxshi bir inson bo'lib yetishadi.
endi bolaga shu azon aytilganda iloji boricha endi haligi mana katta bir ulamolarga bir niyat qilib shunaqa bir o'xshasin deb agar shu azon aytgan inson shunaqa bir duo qiladigan bo'lsa bir katta bo'lganda mana shayximiz Muhammad Sodiq shunaqa bir hazratlariga o'xshagan bir ahli ilmlarga o'xshagan inson bo'lsa oxiratingizga bir juda bir yaxshi bir haligi nima shafoatchilik qilib qo'ygan bo'lasiz. Katta bo'lganda xursand bo'lasiz-da, Xudoga azon men chaqirganman deb. Shu xolos bu narsa. Rahmat. Shunaqa ekan. Rahmat shunchalik. Ruxsat bersangiz agar yo'q bo'ladigan insonlar bo'lsa Sherali. Yo'q, bo'ldi. Yo'q, bo'ldi. Bizda ham mana yaqinda farzandli bo'ldim. O'zim dadam, ya'ni opoqlari chaqirganda biz ham domla aytib bunaqa qilmaganmiz. O'zi kitobda shunaqa yozilgan ekanda. Hadi tog'ga o'zi chaqirasizmi? Yo'q, O'zingiz mahallangiz o'zingiz nima bo'lsa turdik bo'lsa hurmatli obunachilar, mana xursandchilik ustiga xursandchilik. Bugun Orolbo'yidan bir hoji onamiz nabiralari bilan kelib ketishdi. Alloh rozi bo'lsin. Sovg'a salomlar, o'yinchoqlar bilan kelishdi. Abetga osh qilib kelaman otamjon, ertalab hech qanday ijtimoga ovora bo'lmanglar o'g'lim degandilar. Duo qilib qo'yinglar hoji onamni, nabiralarini mana bir og'iz ovorib kelib olam degan ekan. Xo'p bo'ladi ona, duo olib kelibdilar. Sovg'a salomlar mana. Chachirlar. Osh beraylik obunachilar. Marg'ilonni oshini ham. Qani? Bismillah. Bexalar bilan ekan. Bay. Solmasangiz bo'lmaydi. Ya, buni ko'zda yopib qo'ymasam tekayib bo'ladi. Hozir solamiz. Obunachilar, bu kompot Sheralarga ko'ryapsiz, marg'ilonliklarni mana boshlandi aka. Obunachilar, sizlardan bitta iltimos. Men ketadigan bo'lib qoldim, ko'rdilar o'zlaringiz, surprizli bo'lib qoldi. Endi mana shunaqa kompotlarda xijolat qilmasdan olib kelib yurmanglar deb qo'yinglar Sheralaga. Sherali akami, Hatam akami nomerini bugun ekran tepasiga chiqarib qo'yaman. Yo'qlab kelaman degan insonlar, marg'ilonlik insonlar bo'lsa, yo boshqa joydan bo'lsa ham yo'qlab kelaman. Masalan qilib abetlardan xabar olib turaman, Xotamjon, o'rningizni bildirmay turamiz uka degan insonlar bo'lsa, mana shu tepada Hatam akam nomeri. Hatam akamga aloqaga chiqib bemalol kelaverasizlar yo'qlab. Hozir endi tushinglar qo'lda yuvinglar issig'ida. Qo'lda yuvinglar, tushinglar. Kompotni bunaqa olibtalarni olib kelmanglar. Bu ustagalar o'rganib olib keyin boshqa joyda ish qilsa ham mana shunday olibtasidan ichaman deb. Hali nimarog'i bo'laveradi-da, bu jali 500 so'm kompotlarda bu shoptolili. Shoptolimi? Shoptoli. Shoptoli. Hamma yoqda qilib qo'ydim, hamma yoqda qildim. Oshda chiroyli qilib solamiz obunachilar. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Men yo'q bo'lsam bu yerda ish to'xtab qolmasin. Buni pastdagi kartalarga ozgina yordam qilib turinglar. Endi to'g'ri bir tarafdan Haydar tog'am ham 75 ga kirgan. Bag'i hassa olib kelib bering o'g'lim, hassada yuryapman, oyog'im og'riyapti deyapti. Otabek hali yosh. Xudo xolasa ertaga kechga ketish kerak ekan bu yerdan. Xudo xolasa kuzatib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bag'i endi o'sha yerga ham borib, hali mablag'dan qiyinchilik bo'lsa mablag'dan, boshqa mana bitta yana yordam qiladigan bolachalar bor-ku, siz bormasangiz bo'lmaydigan joy edi. Borib o'sha yerda yordam ko'rsatmasangiz bo'lmaydigan bolachalar bor. Hindistonda operatsiya bo'lib, qarz bo'lib qolib kelolmayotgan insonlar bor. Ashularga qo'lingizdan kelgancha yordam qilasiz, uka, iltimos dedilar rahmatulloh akam. Xudo xolasa aka, dedim. Qani bo'lmasam oshga marhamat va qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Muhatam akam nomeri sanayat qo'yinglar. Kim kelmoqchi bo'lsa manzilni bemalol telefon qilib so'raverasizlar. Sog' bo'linglar.